birinchi qurilishi. Urushlar davomida buzilib qaytadan tiklanavergan. Eng oxirgi restavratsiyalar 1982-83 yilda tepa, 92da oyoq osti. Masjidda jami 213 ta ustun turibdi. 213 ta ustun, 213 xil, bir-biriga o'xshamaydi. 1000 yillikdan 7 ta usti saqlanib qolgan. Mana shu bitta ustunni Pahlavon Mahmud Hindistondan olib kelgan, g'o'zapoydan yasalgan ustun deb tushuntirishadi. Bu noto'g'ri. Buni ekspertlar tekshirib ko'rdi. Bu paxta yog'och emas, oddiy yog'och. Paxta yog'ochining ichi po'kak bo'ladi. Keyin bu tomondan keladi. Mana buni tushuntirishadi. Mana dedi Budda turibdi bu yerda dedi. Odam so'zlamaydi. Boshi, gavdasi, qo'llari, oyoqlari. Islom dinida odamni rasmga tushirishni o'zi bir katta gunoh. Bu masjid Allohning uyi bu. Allohning uyida Budda nima qiladi? Bu ustunni o'zini naqshi, boshqa narsa emas. Keling. Taxminan masjidda bir vaqtda o'zida 3000 dan 5000 gacha odam namoz o'qigan. Har bir odam namoz o'qigan paytida egnidagi choponni joynamoz qilgan. Tepada ikkita joy oldindan ochiq bo'lgan. Masjid yo'qkan, qovon mashtirgan. Sobiq ittifoq davrida buning uchun bunday bo'lishni qo'shgan. Hozirgi kunda namoz o'qigan mu'min hisoblanadi. O'qiladi hozir? Yo'q, o'qilmaydi. Mana bularning ustunlama. Hujum daraxtdan qilingan, daraxtni ko'rsatib qo'yaptilar. 1000 yillik ustun. Keyin mana bu o'rtasidagi gumbaz miramid 90-yillargacha tahorat suvi qizdiriladigan qozon deb tushuntirishgan. Musulmon odam masjidda tahorat olmaydi, tahoratsiz masjidga kirmaydi. Bu qozonda oddiy suv turgan. Masjid bilan Allohning ezaligi, Allohning nuri yog'ilib turgan. Kim chanqasa shuni suvdan bir xo'plam ichib ketishgan. Bu ana yerda mehrob, qibla. Mehrobning oldida turgan imom hammani ko'rib bilgan. Hamma imomni ko'rib bilgan. Ustunlar shaxmat shaklida joylashgan, bir-biriga xalaqit bermagan. Devorda ikkita tuylikcha turibdi. Bu tuylikchadan oldin bu tarafda 50 ta, bu tarafda 50 ta, jami 100 ta bo'lgan. Bizlargacha ikkita saqlanib qolgan. Devorning ichiga kuza joylaganlar qo'shin. Imom xutba o'qigan paytida, ma'ruza qilgan paytida ovozini eho bilan 5000 kishiga qaytarib turgan. 10-asrda mikrofon vazifasini bajargan. Ha? Uyga ham borib hozir bankiga desangiz, akustika o'zingizga qaytaradi ana shu narsa. Endi sizlar bilan xonning haramiga o'tamiz. Haram so'zi bu muqaddas joy. Xon u yerda shariy 4 ta xotin va 40 ta kanizak bilan yashagan. Bilamiz, shariatda erkak odamga 4 ta xotin qonuniy, lekin sharti 4 talasini ham bir xil ko'rib bilsa. Yuraymiz. Ustunlarga e'tibor beramiz. 90% ustunning tagi mayda qilingan. Misol uchun yog'och ma'buda seli kelib tushib tursa bo'ladi-yu, mustahkam ham bo'lardi. Nima uchun mayda qilinadi ustunning tagi? Sabab mana bu seli kelib tushib turgan yog'och yer qimirlagan paytda tebranishni tepaga 100% beradi. Mana bu esa 3% beradi. Shuni hisob olingan. Ustunning tagida kigiz namni tepaga ko'tarmaydi. Qora qog'ozni o'rniga ham sismopoz amortizatsiya. Temir kiyilgan yog'och yoyilib ketmasligi uchun. Ustunlar gujum daraxtdan qilingan deyapman. Gujum daraxti bunda bir tekislikda o'sib ketmaydi. Ustun ulangan, balkim bu yerda ulangan, balkim bu yerdan buni hech kim bilmaydi. Faqat yasagan usta biladi. Yog'ochni ichiga kiydirib, ustidan naqsh bilan berkitib ketgan buni yashirib. Endi qarang, 16-asr, 17-asr temirlarni ko'rib turibsiz. Misol uchun, chirib ketmagan. Buning sababi ota-bobolarimiz temirni ishlov berishdan oldin mayda-mayda bo'laklarga bo'lib tovuqlarga yedirgan. Tovuqlarni jig'ildonida 5-6 oy yurgandan keyin so'yib, tovuqning kislotasi bilan temirga ishlov berilgan. Keyin quyib ishlatilgan. Shuning uchun ham bular chirib ketmasdan turibdi. Yuraylar. Xonni haramiga boramiz. 4 ta xotin, 40 ta kanizakning uyiga. Temirni zanlar ketmasligi uchun nima qiladi? Mayda bo'laklarga bo'lsa. Kanalizatsiya 1000 yil oldin rivojlangan. Mana misol uchun, mana shu madrasa suvi sopol truba bilan chiqib shu yerga quyiladi. Bu atstonik, tiqiladigan tosh bo'lsa to'xtaydi, suv yana filtrlanib chiqib ketadi bu yerda. Eski yo'l, haqiqiy saqlanib qolgan yo'lisi. Xos aravasini g'ildirak izlari marmar to'shanami izi bor. Ikki tarafda arava izi bor.
xon saroydan haramga xotinlarni oldiga tarovada qatnagan. Xotinlarni oldiga o'taverib tosh yo'ldan ezib yuborgan. Tan olish kerak, maqolam bor. Xonga yiqilgan, xon ham borib baribir xotiniga yiqilgan. Sobiq ittifoq davrida bu minorani ajal minorasi deb tushuntirishgan. 1876-yilda 1976-yil kechirasizlar. Gazlida yer tebrandi, shuni ta'siri minoraga ham bo'ldi. Lekin minorani salom ekan. Minoraning tagidan 4-5 metr yer ostidan katta mramor toshlarni bir-biriga tishkilib kiygizib ildiz tashab kelingan daraxtnikidek. Shu ildizdan keyin minora tiklanib ketgan. Minoradan odam tashalganligi tarixiy faktlarimizda umuman yo'q, lekin xalq og'izmishlarga ko'ra qadim zamonlarda xotin yashagan. Uyda to'xtamasdan doimiy oilaviy janjal bo'lavergach, qo'shnilari bezor bo'lib ketib qoziga aytishgan. Qozi ajrim chiqarib berib bilmagan, xonga aytishgan, xon ham ajrim chiqarmagan. Oxirida xon aytadi, 47 metrlik minora ikkalangizdan chiqib tashlaylar, o'lganda gunoh. Sodda minoraga yugurib chiqib ketadi, tashiydi, o'ladi. Xotini xondan iltijo qiladi. Xonim, oxirgi iltijoyi. Minordan tashlashdan oldin 40 ta ko'ylak kiydiring. 40 ta ko'ylak bilan minordan tashlasangiz armonim yo'q deydi. Xon aytadi, bo'pti, oxirgi iltijosi bajaringlar. 40 ta ko'ylak kiydirib minordan tashlaganda ko'ylaklar yoyilib ketib, parashyut vazifasini o'tab yerga tushadi. Hech she'rlar tegmaydi. O'shandan qolgan naql bor. Ayolni 40 joni bor. Yuring. Makramasi xo'jaga. Scoprire una cosa, certo che si capisce così, e allora mi viene da dire, boh, tutto intersecato. Ma questo è una discussione dal mio punto di vista. Sì, ma non solo. Mana, biletni bering. Fayton aravani rus podshohi Aleksandr Xiva xoni Feruzga sovg'a qilgan 1876-yil. 1990-yilda Toshkentda aviatsioniy zavodda rekonstruksiya qilingan. Kojinniy salon, zimniy letniy. Faytonning g'ildiragi temir bilan qoplangan, temir yurgan paytda tosh yemirib tashagan. Fayton o'zini davrida qora arava deb nom olgan, buni xalq yomon ko'rgan. Bunda yurib, kimning qizi chiroyli bo'lsa, o'g'irlab xonga keltirilgan. Endi mehmonlar bu kelgan joyimiz xonning harami, tosh hovlisiga gapiramiz. 1898-yillarda Xiva xonadoni Sulton tomonidan qurilgan bo'lib, buning ichida 163 ta xona bor. O'rta Osiyoda eng katta saroylardan hisoblanadi. 3 ta qismdan iborat: haram, mehmonxona, qabulxona. Biz hozir bu yerda qabulxona, mehmonxonasini ko'rib, keyin haram qismiga chiqamiz. Kelinglar. Ichkariga kirganda orqada qolib ketmaymiz. 163 ta xona deyapman. Buning ichi labirint. Yetishib. Xudoy berdan. Ayvallah. To'g'ri var. Yetishib beringlar. Yetishib deyapti. Hozir o'zinglar. Yesin de endi. Kim qolyapti? Mehmonlar ikki chekkali tosh makoniy ekspozitsiyasi toshdagi yozuvlar asosan arab fors tillarida yozilgan tegirmon toshlari, kanalizatsiya qopqoqlari, madrasa saroylaridan tushgan vaqfnomalar. Vaqfnoma degani o'sha madrasaning kadastr hujjati. Hozir sizlardan xon qabulxonasiga o'tyapman. O'rta Osiyo bo'yicha hech bir xonlik bekitib 3 ta qabulxona yo'q, faqat Xiva xonligida bor. Xonni saroyda ko'rsatib, bittani ikkinchini bu yerda ko'ramiz. Uchinchisi Qaladan tashqarida Nurullo saroyida. Xon aravasi, bu eshak arava. Ot aravani g'ildiragi bundan katta bo'ladi. G'ildirakning ustida gulmix qoqilgan, boshqa biron joyda temir ishlatilmagan. Yurgan paytda boyagi temir, boyagilik tosh yo'lni yemirib tashlab yurgan. Endi xon qabulxonasiga o'tamiz. Qayerda ochiq joyimiz bo'lsa, tut daraxti ekanmiz. Tutni bobo dehqonlar sizga realistik zaxna oladi ekan.
xon vazir elchi kirgan. Farqi narigi qabulxonada sizlar ko'rsatganimda ikkita ustun bor edi, bu yerda bitta ustun. Ayvon baland. Qish kuni supani tepasida o'toq. Bu ayvonlar bizlarda Xorazmda tars ayvon deyiladi, ya'ni quyoshga teskari qilib qurilgan. Yozgi jazirama issiq kunlarda ham hech qayerda shamol bo'lmasa, buni tagi skvaznak, shamol aylanib turaveradi. Endi xonni mehmonxonasiga o'tamiz, kelamiz. Arabcha nomer mix hamasda bor mana. Boyatlik ustasining ismi Abdulla, laqabi Jin. Bu ishni odamzod qila olmaydi, jinlar qiladi deb. Restavratsiya qilyapmiz. 4-5 yildagi oqarib tushib ketyapti bu. Lekin o'zinikiga mana bunga 150 yildan ziyod bo'lgan. Taxtalar qalin. Yaxshi. Qanchagalar mana buni suv chiqaradigan chig'irmish shestirnalari, charxipalak. Mana bu 300 yilga moyjuvoz. Mana shu yo'lakda hozirgi kunda Xorazm xalq yog'och o'rmakorligi ekspozitsiyasi joylashgan. Xorazmliklar o'zining yog'och o'rmakorligi bilan butun dunyoga mashhur, lekin xonli davrda bu yo'lakda xondan bo'lak bironta erkak yurmagan, yurishi mumkin bo'lmagan. Chunki buni oldida haram joylashgan, hozir masdan olib chiqaman. Qatorasiga 5 ta ayvon turibdi. Birinchi ayvonda xon, 4 ta ayvonda nikohli 4 xotin o'tirgan. Xon qaysi bir xotinga o'tishni xohlasa, cho'rni xotdan borib kelgan, biri-biriga bildirmagan, hurmat yuzasidan. Shuning uchun ham yana takrorlayman, bu yo'lakda xondan bo'lak bironta erkak yurmagan. Endi erkak yurgan, kinolarda ko'ryapsizlar, sunbuloq, bulbuloqlar yurgan. Jamolga yetish uchun kamida 500-600 yil umr ko'rish kerak. Yog'ochni ichiga keltirib olib, ustida naqsh bilan yashirib ketaveradi. Mana bu otalarning qildiragi boylik ko'rganing eshik arava edi. Otalarning qildiragi diametri 2 metr atrofida bo'ladi. I think it's also restored. The others are in Arabic. Yeah. Dunyo bo'yicha kelgan mehmonlar, xonlar shu yerda bazm jamshid shu yerda bo'ladi, gapni qisqasi. Yozgi kuni ayvonlarda, tepalarda bo'ladigan bo'lsa, qishki kuni mana bu tog'larda. Bazm jamshid so'zini ma'nosini bilasizmi, qanday qilib kelib chiqadi? Mana zo'r o'tirib qoladigan bo'lsa, u bazm jamshid bo'ldi deb qo'yamiz. Bilasizmi shuni? Yo'q, aytinglar. Jamshid degan Eron shohi bo'ladi, podshosi. Bir kuni uzum dalalari yonida o'tib borayotsa, uzumlar achib yotgan bo'ladi. Shunda aytadiki yonidagilarga, "Mana shu achib yotgan, suv chiqayotgan uzumlarni olinglar-da, yaxshilab achitinglar, o'limga hukm qilingan odamlarga beringlar, qiynalib o'lsin" dedi. Olib keladi, achitqini yaxshilab achitib, ezib suvni chiqarib boyga o'limga hukm qilinganlarga ichiradi. Ular ichadida 1 soat 2 soat mazza qilib uxlab turib, yana bir piyola ber deydi. Ana keyin Jamshidni o'zi ichib ko'radi, qarasa vino ixtiro bo'lmayapti. Ana shundan keyin Bazm Jamshid bo'lib ketadi hamma joy. Ochig'am. Boysan degan zodagonlarning xotinlari uy ichida o'tirganda ham 3 kilogrammdan 16 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi oltin, kumush taqinchoqlarni taqib o'tirgan. Agarda eri kirib tasodifdan 3 taloq deb qo'ysa, uydan hech narsa olmasdan shu bosh bilan chiqib ketgan. Shuning uchun ham 16 kilogramm taqinchoqni o'tirganda ham, yotganda ham, turganda ham, yurganda ham taqib yuravergan. Qachon aytishini bilmaydi taloq deb. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ayol kishiga oltinning og'irligi bilinmaydi. Hammalaringiz Komiljon Ataniyozni taniysizlar. Xorazm bulbuli. Mana shu bo'shak tepasida turib ashlayotgan joylari bor. Bir ayoldan aytishayotgan joylar, mana shu qilashayotganlar hammasi. Endi hozir bizga xonni qarang, mikrofon soat oyakni yog'ochlari mana chiqarib ketilgandek. Tanqılaşında kamera tanıyor.
Dehqonlar mana bu karvonsaroy bilasizlar, o'zini davrida ham tijorat bo'lgan, hozir ham tijorat. Dunyo bo'yicha aylanadigan karvonlar kelib, shu yerda savdo sotiq qilib ketganlar. Endi O'zbekda bitta maqol bor, devorni ham qulog'i bor deydi. Mana qulog'i sho'tka. Karvonsaroyga kim keldi, kim nima oldi, nima sotdi, hammasi qonga yetib o'tirgan. Utilizzavano per dormire col cane, per stare con il cane. E vedete questo è Birinchi ayvonda bu yerda xon o'tirgan, 4 ayvonda nikohli 4 xotin. Xonning urushdan kelib ko'rsa, ayvonlarni hammasi bir-biriga teng qurilgan. Ustani chaqirib aytadi, hech qachon ham xotin kishi bilan erkak kishini huquqi teng emas deb o'zini ayvonni ikkitasi baland qilib, yarim metr oldinga chiqadi. 4 ta xotindan qolgani 40 ta kanizak ko'nchirgan tomonda o'tirgan. Qachonki xotindan taloq qilib olsa, kanizakdan nikohga olib o'tgan. Shungacha qo'lini ham tekkizmagan. Ha, kanizakda tepada o'tirganda? Ha, tepada pastda xonalar bor. Endi hozirgi kunda xotinlarning kanizaklari uyi ochiq bo'lgani bilan ekspozitsiya yo'q. Xonni o'zini uyi ochiq. Ichkarida Isfagar xonni o'zini yotgan spalnisi bor. Spalni original nemis ustalari yasab bergan, ko'rpa to'shaklar yangichar qilingan. Ichkarini ko'rib olasizlar, tushunmagan savollar bo'lsa beringlar, asosiy joylarni ko'rsatib bo'ldim, ekskursiyani yakunlayman. Ha endi xon bo'lgandan keyin xonda. Ha? Qancha odamlardan ustun bo'lib odamlarni boshqargandan keyin xonmi xonda. O'zimizchi, biz xon bo'laylik, biz ham xohlaymiz narsalarni. Bir yozib ko'rsatsangiz. Yo'q, ko'rsatmaydi. Mana shunda. Ömür uzak martabaning baland. Sog'-salomatlikdan bari butundan nasib qilsa yana bir kelgan paytimizda yana shunday biza mehribonlik qilib eksport qilishimiz Xudo nasib qilsa. Xiva shahriga ham bitmaga kelsin nasib qilsa, bundan ham ziyada mehmonlari ko'p bo'lsin. Shu doim uyimiz barakali, o'shgan yorimni qo'ysin.
turistlar. Mana yurt Xorazmda. Che non è facile, insomma, era una scuola vera e propria. La prima moglie la sceglieva? Beh, la prima moglie di solito veniva imposta perché se pensate a quello che vi dicevo, che tutte e quattro comunque dovevano... Tutto lo sviluppo di questa cittadella, sia architettonico sia economico, noi possiamo dividere in 4 diversi periodi. Il primo periodo di questa cittadella si inizia nel V secolo a.C., quasi 2500 anni fa. Cioè, tutto quello che era costruito, qua vivevano la gran parte dei Zoroastri, questo c'era prima dell'Islam, tutto quello che c'era costruito da loro era distruzione We had only black color, but white it's a new style. For ordinary people, but kings use it too, and other types. Ko'p turistlar kelgan. Mana kelin-kuyovlar ham kelayotgan bu yerlarga. Otlar bor ekan. Bizlarga tegishlari ham bor ekan mana. Ana. Mana kichkina otcha. Yana to'layapti ular. Ha, hiking. Yana to'layapti, olmay qoldi. Bir borminglar. Yugurish qanday ekan? Yiqilib ham bir orttirmaydi. Mana. Res boshla. Aka keling bari. Mana shuni ko'rdim. Yuzlab ketganda. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz hamda o'sha sohamizga oid gapiramiz, chorvachilar hammalari omon sog' charchamayapsizlarmi? Shu ishlar bilan Qoraqalpoqqa ish yuzasidan bordik, ham ko'rsatuvlarni ziyorat qildik, ham to'ylarga bordik. Aqlan video qilish niyat bor edi, lekin ayrim sabablarga ko'ra chiqarilmadi. Bu safar kelganlarda o'sha chorva yo'nalishi bo'yicha chiqardik. Hozir Xorazmdamiz, Xivada, bu aholiligida Sherzod akamiz bilan akamni o'rtog'i bilan ko'rishdik. Bizlarni aylantirdi, qo'ldan kelgancha qo'yib bordim. Juda katta joy ekan, lekin 26 gektar. 26 gektar joyda aholiliklarda aylanib video qo'ldan kelgancha qo'yib bordim. Endi o'zimni obunachilarim uchun-da bundan bir manfaat yo sohamga qarashli emas, lekin ish tarafiga kelganga qo'ydikda. Aka, rahmat sizga. Zo'r mazza qildik. Mezboni o'qiylik. Yuvan kesildi, mehmon qilamiz. Ha, rahmat aka. Nima o'chirsa ham to'layapti-da bu. Mana shu 26 gektar joy xuddi shunday o'ralgan, ha? Sherzod aka. Xuddi shu holatda o'ralgan ekan. 26 gektar joy. Bu yoq. Ichanqala. Nima dedingiz? Ichanqala. Ichanqala? Ha, Ichanqala deb aytiladi. Ichanqala. Nomi Ichanqala ekan. Endi bu yerda ko'p qonlik o'tganda, ha? Avloddan avlod kelmas. Nima bo'lgan? Qonlar yashaganda